Mamlakatimizda chorvachilik tarmog'ini rivojlantirishga qaratilgan e'tibor sabab Buxoroda ham keyingi yillarda chorva mollari bosh sonini ko'paytirish bilan bir qatorda mahsulot ishlab chiqarish hajmlarini oshirish bo'yicha ko'rsatkichlar bir necha barobarga yuqoriladi. Eng birinchi navbatda chorvachilik sohasida tizim yangidan yaratildi. Chorvachilik sohasi oziq-ovqat zanjirini bog'lovchi lokomotiv vazifasini bajarishi hamda iqtisodiyotning muhim tarmog'iga aylanishi uchun kattagina ishlarga qo'l urildi. Ushbu tarmoq ishlab chiqaruvchilarining ulushi yalpi ichki mahsulotda 15% ga to'g'ri kelsa, yalpi qishloq xo'jaligi mahsulotlarida 52% ni tashkil etayotgani ham sohaning strategik va ulkan ahamiyatga egaligidan dalolat beradi. Shunga muvofiq viloyatda 2025-yilda qishloq xo'jaligi hayvonlari va parrandalari o'rtasida o'ta xavfli yuqumli kasalliklarni chetdan kirib kelishi va tarqalishining oldini olishga qaratilgan sanitariya muhofazasi va profilaktik tadbirlar bo'yicha keng ko'lamdagi ishlarga start berildi. Aytish lozim, 2025-yilda epizootiyaga qarshi kurashish chora-tadbirlari rejasiga muvofiq shahar va tumanlar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limlari, hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi markazlari, davlat, idoraviy va ishlab chiqarishdagi veterinariya xizmatlaridan iborat 123 ta hududiy emlash guruhlari, 13 ta hududiy shtablar tashkil etilib, epizootiyaga qarshi profilaktik tadbirlarni uyushqoqlik bilan amalga oshirish maqsadida sohada faoliyat olib borayotgan barcha tizim mutaxassis xodimlari to'liq jalb etilgan. Kuzgi profilaktik emlash tadbirlarida 150 komplekt maxsus termosumkalar, himoya hamda zararsizlantirish vositalari, 11 ta maxsus avtomashinalar, 2 ta dezinfeksiyalovchi texnikalar bilan to'liq ta'minlangan. Buxoro viloyatida hayvonlar va parrandalar o'rtasida o'ta xavfli yuqumli kasalliklarni oldini olish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Veterinariya hamda chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasining 253-sonli buyrug'iga asosan kuzgi profilaktik emlash tadbirlarini boshladik. Mana biz tadbirlarimizni guruh shaklida eng og'ir mahallalarimizdan, asosan aholi xonadonlarda o'sha chorva hayvonlarning o'ta xavfli yuqumli kasalliklardan oqsil, nodullar, dermatit kabi kasalliklarni oldini olish uchun guruhlar tashkil qildik. Bundan maqsadimiz biz 2025-yil yakuniy chorva qishloq va hamda 2026-yil bahor mavsumida chorva hayvonlar bosh sonini ko'paytirish, ulardan mahsulot olish hajmini oshirish maqsadida mana shu veterinariya tadbirlari o'ta muhim hisoblanadi. Qarolbozor tumanimiz Bo'zachi mahallasida biz aholi xonadonlaridagi mavjud qoramollarni veterinariya klinik ko'riklardan o'tkazib, guruhimizning ish faoliyatini yo'lga qo'ydik. Buxoro viloyatida bugungi kunda 1.470.000 qaramollar, 2.590.000 qo'y va echkilar parvarishlanib, shundan 91% bu asosan aholi xonadonlarida parvarishlanadi. 544 ta mahallamizda bugungi kunda 1.100.000 ga yaqin qoramol, 2 milliondan ortiqroq qo'y va echkilar parvarishlanadi. Bu veterinariya nazorati guruhlarimiz hamda emlash guruhlarimiz tomonidan har bir xonadon, har bir bosh qoramol alohida e'tiborga, alohida nazoratga olib, emlash tadbirlari olib borilmoqda. Shu kecha kunduzda viloyatimizda barqaror epizootik vaziyat saqlangan. Bu albatta respublikamiz veterinariya hamda chorvachilik rivojlantirish qo'mitasi hamda mahalliy byudjetdan yetarli miqdorda emlama hamda dori-darmonlarning zaxirasi ta'minlanganligi hisobidan bugungi kunda barqaror vaziyat saqlanib kelmoqda. Epizootiyaga qarshi kurashish tadbirlari mahalla fuqarolar yig'inlarining xabardorligida mahallabay, ko'chabay, qishloqbay usulda ommaviy ravishda tashkil etilgan bo'lib, tadbirlarni amalga oshirishda 500 nafardan ortiq malakali veterinariya mutaxassislari ishtirok etmoqda. Viloyatning bufer zonalaridagi 126 ta mahallalar, 112 ta chorvachilik xo'jaliklaridagi mavjud hayvonlarning kasalliklariga qarshi to'liq revaksinatsiya qilindi. Mazkur hududlarda yuqumli kasalliklarga qarshi emlangan hayvonlarning qon zardobi, immunofondga tekshirish, hayvonlarni oqsil, qo'y va echkilarni chechak kasalligiga qarshi rejali kuzgi emlash tadbirlari olib borilmoqda. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida chegara hududlar, qoramolchilik, naslchilik xo'jaliklarida ham bu ishlar tizimli tashkil etilyapti. Bizning chorva kompleksimizda 3,5 mingdan ziyod qoramol mavjud. Shulardan Simmental, Galishtin, Shvits va Angus sortli qoramollarimiz bor. Bularni epizootik chora-tadbirlarga 100% emlangan, hammasi dori-darmonlar veterinariya va chorvachilik rivojlantirish bo'limi tomonidan yetkazib berilgan. Bizda bir oyning hisobida 100 tadan oshiq buzoq tug'ilishi bor. Bularning hammasi alohida nazoratga olingan. 8 ta veterinar vrachlarimiz bor. Bular hammasi
kasallikni davolash emas, bularni oldini olish bo'yicha shug'ullanishadi. Yildan yilga chorva mol bosh soni oshib boryapti. Chunki har oylik naslli buzoq olish ko'rsatkichi ham foiz hisobida 87, undan ham ziyod foizlarni olishga biz erishib kelmoqdamiz. Albatta buncha qoramolni parvarishi o'zi emas. Sababi bugungi kunda shu yuqumli hamda yuqumsiz kasalliklarga qarshi olib borayotgan chora-tadbirlarni biz o'z vaqtida olib borayotganimiz. Eng asosiysi mana xuddi insonlarga qiyoslashimiz mumkin. Albatta bunda immunitet eng asosiy ahamiyatga ega. Mana bugungi kunda ham sog'im sigirimiz bo'ladimi, buzoqlarimiz bo'ladimi, naslli buqalarimiz bo'ladimi, go'sht yo'nalishidagi zotlar bo'ladimi, biz ularni ozuqasiga birinchi navbatda alohida e'tibor qaratamiz. Sababi ozuqasi qancha ratsion balansirovkalari to'g'ri bo'lsa, qancha ozuqasi tarkib jihatidan kuchli bo'lsa, shuncha qoramollarning immuniteti yuqori bo'ladi. Immuniteti yuqori bo'lgandan keyin albatta u kasalliklarga himoyalangan bo'ladi. Vaksinatsiya tadbirlarimiz ham o'z vaqtida amalga oshiriladi. Endi epizodik tadbir bo'yicha bizda shug'ullanadigan alohida mutaxassislarimiz mavjud. Bundan tashqari yana alohida aytib o'tmoqchiman, Buxoro agroklaster Chorvada bugungi kunda ilmiy maktab ham tashkil etilgan. Respublika veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi bilan hamkorlikda mana shu ilmiy maktabimizda ham nimaiki chorvachilik yo'nalishida yangi tajriba bo'lsa, ilmiy asoslangan holda tajribani natijalari o'rganib kelinmoqda. Viloyatda barcha turdagi hayvonlar, ayniqsa qishloq xo'jalik hayvonlarining hayotini kasalliklardan muhofaza qilish, ularni davolash sifatini oshirib, ishlab chiqariladigan chorva mahsulotlari sifatini va sog'lik darajasini aniqlab, aholini sifatli chorvachilik mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishda, atrof muhitga yuqumli kasalliklarning tarqalishi oldini olishda yo'lga qo'yilgan hamkorlik tizimi yaxshigina samara beryapti. Men endi ko'proq ozuqaga urg'u bermoqchiman. Ozuqani biz 1 yillik mana qishloq zaxirasini boshlaganmiz. 1 yilga zaxiramiz 30 ming tonna bushrali ozuqa silosida o'zi, 260 ming donadan ziyod bedapres. Bundan tashqari kuchli ozuqalarimiz. Kuchli ozuqalarga ham alohida to'xtalib o'tmoqchiman. O'zimiz alohida yem komponentlarini ham tayyorlaymiz o'zimizning chorva mollarimiz uchun. Mana bejizga emas, sut mahsuldorligi ham shunga bog'liq. Kunlik mana 29 litrgacha, 30 litrgacha. Mana endi yoz davridan hozir kuzga o'tyapmiz. Endi sut oshishni boshlaydi. Mana yozlarda 28, 7, 29 litrgacha biz sut sog'dik. Kun salqinlashishi bilan bizda ratsionlar o'zgaradi. Bundan-da yuqori sut ko'rsatkichlarga biz yana erishmoqchimiz. Bundan tashqari bizda go'sht yo'nalishida ham bo'rdoqiga boqiladigan buqalarimiz, angus zotlari mavjud. Ularga ham alohida ahamiyat kasb etamiz. Sababi go'shtni so'yim chiqimi foizi yuqori bo'lishi uchun 60-65% so'yim chiqimi bo'lgan zotlarimiz mavjud. Epizodik osoyishtalikni ta'minlashda birinchi navbatda ozuqaga alohida e'tibor bersak, albatta biz belgilagan marralarga erishamiz. Yaqinda mana loyihamiz 3-bosqichi ham ishga tushyapti. Maqsadimiz 10 ming boshga yetkazish. Hozir mana shartnomalar tuzilgan Germaniya davlati bilan. Biz mana yaqinda Germaniya davlatiga borib, yana Shvets hamda Simmental zotli naslli qoramollarni olib kelib, sog'im sigirlarning bosh sonini oshirmoqchimiz. Bu degani bir kunda 55-60 tonnagacha sut sog'ib olish yo'lga qo'yiladi. Bugungi kunda shu 1037 boshdan ziyod sog'im sigirimiz mavjud. Har masalan kunlik tug'umimizni oladigan bo'lsak, 12 ta 17 gacha, 17 boshgacha biz naslli buzoqlarni olyapmiz. Hozirga qadar serologiya va bioximiya, bakteriologiya, parazitologiya va mikologiya, virusologiya, IFA va PCR, veterinariya, sanitariya ekspertizasi, mikrobiologiya va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi laboratoriyalarida yirik va mayda shoxli mollar, parrandalarda uchrashi mumkin bo'lgan kasalliklarga to'liq tekshirildi. Ayni paytda tumanlar kesimida hamkorlikda zoonoz va o'ta xavfli yuqumli kasalliklar bo'yicha ko'rgazmali o'quv, amaliy seminarlar, taktik o'quv mashqlari o'tkazib kelinmoqda. Respublikamizda so'nggi 7 yilda chorvachilik sohasida ham juda katta o'zgarishlar bo'ldi. O'zbekistonga juda ko'p chorva mollari, parrandalar hamda olib kirishdan tashqari O'zbekiston bu soha borasida katta yutuqqa erishdi. O'zbekiston shu yillari parrandachilik mahsulotlarini eksportini boshladi. Mana quyonchilik eksportini boshladi. Albatta har bitta yutuq o'ziga yarasha kelajakda
katta hayotimizni yaxshilashga zamin bo'ldi. Lekin shu bilan birgalikda biz tabiatda, ochiq tabiatda yashaymiz. Bu tabiatda inson, turli xil mikroorganizmlar, jumladan chorva mollaridan parazitlar, kasalliklar yoki yuqumli kasalliklar mavjud bo'ladi. Respublikamiz hududini insonlar va chorva mollariga yoqimli teskari o'tadigan kasalliklar oldini olish uchun chorva mollarini mavsumiy kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan o'ta xavfli kasalliklarga qarshi, yuqumli kasalliklarga qarshi emlash ishlari hamda targ'ibot ishlari olib boriladi. Bugungi olib borilgan tajriba do'stlar seminarimiz ham shu natijaga bag'ishlangan bo'lib turib, bu yerda asosiy maqsadimiz Buxoro xalqi, aholisi hamda mutaxassislar orasida bu epizodlik chora-tadbirlarni sifatli o'tkazish. Hech bitta xonadon yoki uning chorva mollari, parrandalari e'tibordan qolmasligi hamda chorva mutaxassislariga bu ishlarni amalga oshirish uchun davlat tomonimizdan qanday texnikalar yordam berilgan, qanday emlamalar yetkazib berayotgan emlamalar to'g'risida ma'lumotlar berildi. Tadbirlar davomida barcha toifa xo'jaliklari, shu jumladan aholi xonadonlariga chorva hayvonlarining o'ta xavfli kasalligi bo'lgan kuydirgi, nodulyar dermatit va boshqa yuqumli kasalliklarga targ'ibot tashviqot ishlari kuchaytirilgan. Viloyatda hayvonlar va parrandalar o'rtasida o'ta xavfli yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini olish, kuzgi emlash tadbirlarini sifatli amalga oshirish, chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash maqsadida xo'jalikdan dasturxongacha tamoyil asosida barqaror ekzotik vaziyat ta'minlanmoqda. Bu esa viloyatda chorvachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, aholiga sifatli go'sht va sut mahsulotlarini yetkazib berishda muhim o'rinni egallaydi.